Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun New York shahridagi markaziy bog'cha, ya'ni Central Parkda yo'l yurgach, insonlarning to'g'ri bo'lish istagi degan temada azroq leksiya so'zlamoqchi. Bu leksiyada men asosliqi shu insonlarning to'g'ri bo'lish istigininki nima ekanligi, uning qandoq shakllanganligi, u ziyoda kuchli bo'lgan vaqtida qandoq oqibatlar kelib chiqqanligi to'g'risida o'zimninki izlanganlarini sizlar bilan o'rtoqlashib o'taman. Endi buningki asosiy mazmuniga kelsak, hammamiz bilgandek, hech kim xatolik o'tkazishni yoqtirmaydi. Hech kim o'zining xato bo'lishini xohlamaydi. Hatto nochi bo'lsang, mening xato ekanligimni isbotla degan kishilarmi o'zining xato bo'lib chiqishni hargiz xohlamaydi. Chunki u kishilar amaliyotda o'zining to'g'ri ekanligiga texmi ishonadigan kishilar bo'lib, o'zining xato bo'lib chiqishiga faqat ehtimol bermagan kishilar hisoblanadi. Ammo ba'zi kishilarning to'g'ri bo'lish istagi ziyoda kuchli bo'lib, ular har zaman to'g'ri bo'lishga ehtiyojli. Ular azaldan xatolikni e'tirof qilmaydi. Her zaman özünü doğru hesaplaydı. İnsanların doğru buluş istiki, insanların kündülük hayatıga, itiqat sistemisiga ve kollektif psixikasiga çoğunqur singib ketken bulup, u to'g'risida etrafliq tushuncha hosil qilish orqali hayotimizdagi ko'plagan ko'ngilsizlik va krizislardan saqlang'ili ve ruhimizni sağlam tutquli bo'ladi. Kündülük hayatımızda algan qarorlarımız, o'tirg'i qo'ygan ko'z qarash ve farzimizning to'g'ri bo'lishi hammamiz uchun muhim ve shundoq bo'lishini hammamiz umid qilamiz. Yuqorida men ta'kidlab o'tgandek, hamma insonning to'g'ri bo'lish istagi bor. Ammo ba'zi shaxslarning to'g'ri bo'lish istagi va orzusi alohida kuchli bo'lib, u istak yoki orzu har zaman o'zi va boshqalarni tushunish, mantiqli o'ylash, hatto haqiqatda chin turish qatorliq boshqa qimmat qarashlarni besib tushadi. U insonlarning o'zini isbotlash ehtiyoji, başkalarını kontrol qilish arzusi ve shaxsiy nafsini qandirishni o'z ichiga olgan omillarning bir kishidan paydo bo'ladi. Bundaq insonlar to'g'ri bo'lish yoki o'zining to'g'riliqini isbotlash uchun navbat kelgan vaqtida yolg'on isbot yasash, boshqalarni ziyonga uchirtish, hatto krizis yaratishdanmi yanmaydi. Bazı kişiler başkalar tarafından aqlliq, bilimlik yoki to'g'ri deb e'tirof qilishga bo'lgan kuchli orzusining turkisida u maqsadga yetishni boshqa har qanday ahvolning oldiga yoki ustiga qo'ydi. Ular o'zining to'g'ri bo'lishini boshqalarning e'tirof qilishi yoki maqtishiga erishishning birdan bir yo'li deb qaraydigan bo'lg'achqa her zaman özünü ispatlaş bilen meşgul boludu. Hatalık yoki severlikni hergiz üstüge almaydı, her zaman özünü doğru hesaplaydı. Undaq insanlarning o'zini to'g'ri deb qarashi ularga hamma narsaning o'z kontrolligida, o'zini boshqalardan ilg'or yoki boshqalardan ustun, kuchlik his qildirdi. İnsanlarning bu xil kontrol qilish ehtiyoji insonlarning xatar yoki tahdid
his qilish tuyg'usi yoki hammani kontrol qilish orzusi sababidan shakllanadigan bo'lib, u tövendikidek bir necha xil binormallik yoki sog'lom bo'lmagan psixika bilan munosabatlik. Birinchi, binormal yoki sog'lom bo'lmagan ego. Binormal g'urur yoki o'ziga bo'lgan tonishi to'g'ri yoki sog'lom bo'lmagan insonlar o'z xatoligini e'tirof qilishda qiynaladigan bo'lib, ular o'zini to'g'ri ko'rsatish yoki o'zining to'g'ri ekanligini isbotlash uchun reallikni burmilab, boshqalarni ayblashi, hatto o'z ko'z qarashiga jang e'lon qilganlarga hujum qilishi mumkin. Ikkinchi, mag'lubiyatdan ziyoda qo'rqish. Mag'lubiyatdan ziyoda qo'rqadigan insonlarning hamisha to'g'ri bo'lish ehtiyoji alohida kuchli bo'lib, ular boshqalarning o'zini xato deb qarashidan ziyoda andish qildi yoki qo'rqidi. Bu xil qo'rqinch ularni xatoligini e'tirof qilishdan to'sidi yoki ularni o'z farazlaridan gumon qilishdan saqlaydi. Üçüncü, ijtimoiy jamiyatdagi binormal iqimning turtkisi. İnsanlarning to'g'ri bo'lish istagi ijtimoiy jamiyatdagi binormal iqim yoki hodisalarning ta'siriga uchraydi. Ba'zi ijtimoiy chambaraklarda insonlarning o'zaro munozir jarayonida qarshi tarafni tutishni aql farosat va kuchning simvoli deb qaragan bo'lg'achqa, u ba'zi insonlarning o'zini to'g'ri deb ching turishi va xatolikni hargiz qabul qilmaslikka turtki bo'ladi. Yoki u xil ehtiyojni texmi kuchaytirib o'tadi. To'rtinchi, insonlarning tonish va bilishidagi bir taraflimilik yoki xatolik. İnsanlarning mingisidagi tug'ma aloylikning biri insonda mavjud bo'lgan qarash va e'tiqodning to'g'riligini isbotlaydigan kuchurlarni izlash bo'lib, u bizning to'g'ri bo'lish tuyg'umizni kuchaytirish uchun bizning ko'z qarash yoki maydonimizni qo'llaydigan talash tortishlarni oldingi o'ringa qo'yishimizga yetaklaydi. Ya'ni bizning mingimizdagi bu tug'ma qobiliyat bizni her zaman o'zimizga foydali yoki o'zimizning to'g'riligini isbotlaydigan kuchurlarga boshlab boradi. Shu sababdan bizniki tonishimizda ba'zi betaraflik yoki xatolik shakllanishi mumkin. Yig'inchoqlab aytgan vaqtida yuqoridek har xil sabablar tufaylidan bir inson to'g'ri bo'lishni hammaning ustiga qo'yib olsa yoki bir insonning to'g'ri bo'lish ehtiyoji ziyoda kuchli bo'lsa, o'zining to'g'riligini isbotlash uchun har qanday ishni qilishi, ba'zida hatto vos tanlamasligi mumkin. Ularning o'ylaydigini natija yoki oqibat emas, balki o'zining to'g'ri bo'lishi yoki o'zining to'g'riligini isbotlash bo'lg'achqa, avval ma'lum ko'z qarash yoki farazni o'tirg'i qo'yib, ondan bütün energiyasini u qarashning to'g'riligini isbotlashga qaratishi mumkin. Bu navbatda ko'pincha Uyg'urlardagi o'rtaq bir binormal psixika. Oxirida alohida ta'kidlab o'tishga va diqqat qilishga tegishlikki shuki, insonlarning to'g'ri bo'lish ehtiyoji garchi insonlar orasidagi to'qinish va inoqsizlikning manbasi bo'lsa-mu, ammo u aslida nachar yoki yomon narsa emas. U insonlarning psixologiyasi va ijtimoiy hayotiga singib ketgan murakkab bir masala. Uning asosli sabablarini atrofli va to'g'ri tushunish insonlarning yuzlangan ijtimoiy masalalarni texmi yaxshi bir taraf qilishiga va sog'lom
ruhi holatini saqlashiga yordam berdi. Hem shundaqla u insonlarning mantiqliq o'ylashini to'g'ri bo'lishdan a'lo bilishga yetaklaydi. Ya'ni biz bu xil ahvollarni to'g'ri tushunib yetgan vaqtimizda u vaqtida mantiqliq o'ylashni, mantiqliq bo'lishni o'zimizning to'g'ri bo'lishdan a'lo bilishimizga boshlab boradi. Undaqda sizga nisbatan millat yoki umumlikning manfaati muhimmi yoki o'zingizning ko'z qarashi yoki farzingizning to'g'ri bo'lishi muhimmi? Bu hammamizning yaxshi o'ylanib beqishiga arziydigan muhim bir masala. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'p rahmat. Bugungi bu leksiyani mishat oxirlashtirmoqchi. Ko'rishguncha omon bo'linglar.